Assalomu alaykum, Payguruchi Guzubay kanali obunachilari. Mana biz kechagi obzorimizda B29 va B25 modellarimizning farqini ko'rib chiqqandik. Va mana bugun biz yana ikkita, ya'niki bir-biriga o'xshash bo'lgan texnikamizni bir-biriga farqi, ot kuchi va qolgan barcha ma'lumotlarni gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda hozir 936Z modelimizdan boshlaydigan bo'lsak, ZL936Z modelimiz 58 kilovat turbina motor bo'ladi, ya'ni 79 ta atrofi ot kuchi bilan, ot kuchli motor bilan jihozlangan. Ushbu texnikamiz 0.65 kubalik kovush bilan jihozlangan. 0.65 dan ancha kattaroq chiqadi, xudo xolasa. Biz o'zimiz menejerlar bilan o'lchab ko'rganda 0.8 atrofi chiqdi. Endi ushbu texnikamiz ana ikki xili bor, ya'ni ushbu texnikamiz o'zini ham, ya'ni konditsioner va bez konditsioner variantlari bor bo'lib, ushbu texnikamiz hali aytib o'tganimdek 79 ot kuchi, ya'ni turbina motor bilan jihozlangan. Bu degani buni ham rasxodi unaqa ko'p emas. Где-то bir 4 litr atrofi. Keyingi masalasi, ya'ni nimasi? Balandligi, kabinasini balandligi 270, o'zini balandligi 320 ga kovushini qayirganda to'kib beradi. O'zi balandga ko'tarish yaqin 4 metr ko'taradi. Keyingi masala, ushbu texnikamiz o'zini vazni 3 tonna 600 va 2 tonnagacha bo'lgan yuklarda muammolarsiz shu 320 gacha bemalol ko'tarib tashloladi. Bu degani, ya'ni zil, kamaz, havo hammasiga bemalol o'sha jussasiga nisbatan yuklarni tashlayveradi. Mana salonda ichiga keladigan bo'lsak, ushbu texnikamiz richag emas, joystick bilan jihozlangan. Rullari ham albatta gidravlika, ya'niki haydovchi uchun qanaqangi sharoitlar kerak bo'lsa hammasi bor. Keyingi o'rinda ushbu texnikamizning motori albatta hozirgi kunda eng sifatli va ishonchli bo'lgan Yuchay motor bilan jihozlangan. Yuchay 58 kilovat, 79 soat kuchi, turbina, bu degani umuman eng yaxshi motorlardan biri Yuchay. Keyingi modelimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi modelimiz DY26 modeli. Ushbu modellarimizda o'rtasida unaqa katta farqi yo'q, ya'niki ushbu modelimiz ham xuddi shu Yuchay motor bilan jihozlangan, ya'niki bu ham 58 kilovat, 79 ta ot kuchi. Buni motori ham turbina Yuchay, lekin buni eng katta farqi ikkalasini, buni kabinasi pastroq. Buniki 270, buniki 220. Buni Xitoyda laqabi ham bor, ya'niki chayoncha deydi. Nimaga? Chunki quvvat ko'p, lekin bo'yi past. Nimaga? Molxonalar, kichik bir korxonalar, bo'yi unaqangi baland bo'lmagan bir tovuq fermalariga kirib bemalol ishlay oladi. Ya'ni kichkina texnika olgandan buni olib turib, ishingizni tezroq bitirganingiz ma'qul. Buni ham motorni bir qator ko'rib o'tamiz. Buni motori ham xuddi shunday aka turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. Mana ushbu texnikamizning motori ham turbina bilan jihozlangan. Rasxodi buniki ham 4 litr atrofi. Va yana bitta ikkalasining o'rtasidagi farq. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana qarang. Ikkalasi bir xil turibdi, lekin buni kovushi ozgina oldinda. Nimaga? 20 sm bu pastroq ko'taradi. Kabinasi past bo'lgani uchun. Hammasi o'tgan safar aytganimdek, har bir texnika o'zini standartlariga moslashtirilgan. Balon razmerlari bir xil, tegi bir xil, jussasi bir xil, bak sig'imi, moy, motor hamma joyi bir xil, lekin 20 sm pastroq ko'taradi. Keyin ushbu texnikamizning kabinasi ozgina pastroq. Unaqa katta tafovut emas. Hozirgi kunda ikkala texnikamizni ham savdosi juda chaqqon, chunki chasni ishlarga ham, korxonalarga ham juda ko'p maqsadda olishyapti. Misol uchun mana bugun o'zida ham mana bu D26 modelimizdan ikkita chiqarib yubordik. Bittasi Andijonga, bittasi Samarqandga ketdi akalar. Xudo xolasa endi общий firma haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, bizning firmamiz Mingyu brendi, ya'ni Mingyu Heavy Industry 1996-yilda Xitoyda Shandong shahrida asos solingan bo'lib, hozirgi kunda 40 mingtadan 80 mingtagacha sotuv bor akalar. Ya'niki bu degani har bir mayda detalgacha topiladi. Bizning eng yutuq tomonlarimizdan biri zapchastdan umuman muammo yo'q. Misol uchun orqadagi sklatimiz, mana bu ichkaridagi sklatimiz, xudo xolasa keyingi videolarda obzor qilib ko'rsatamiz. Zapchastdan umuman muammo yo'q. Ya'niki klientni ishi to'xtab qolmasligi kerak. O'shaning uchun zapchastni xudo xolasa o'sha kunda yoki bir kun atrof tafovut bilan yetkazamiz. Xudo xolasa
pastga raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Pagurchuk UZB kanaliga obuna bo'lgan holda kelsalaring, hozir o'tgan safar ham aytib o'tdim, may oyi, aprel may oyi $1000 skidka e'lon qildik. Ya'niki ushbu texnikamiz 15 ming edi. Ikkalasi ham 15 mingdan edi. Hozir nalichidan 14 mingdan olib ketishlaring mumkin. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib kelsalaring, yana u yog'ini ham kelishtirib beramiz akalar.